Tak, hammaga salom. Sizlar bilan bugun qisqacha qandoq tez HDRI o'rniga osmonni 3D Max o'zida qilishni o'rganamiz. Tak, rendering setup. Mana bunaqa eksterierimiz bor. Tak, material nastroyklarni ochib turay. Men. Hop, qaranglar. Mana bizda eksterier interaktiv. Mana eksterierimiz Corona Sun turibdi hozir. Endi eksterierga biz nima qilishimiz kerak? Orqaga environment berish kerak и vid berishimiz kerak HDRI. Endi qarang nima qilamiz. HDRI karta qidirib o'tirmaymiz. Corona Sunni olib Corona o'zining dasturkasidan buni prosta uraveramiz. Bu bizga environment beradi mana. Yorug'lik qo'shildi. Endi shuni kopiya qilib turib, tak, keyin mapsdan geometry generalga kirib, hop, Corona Coral Correct. Endi bu bizga kerak bo'ladi. Nasl salkam etib qo'yib, mana shu narsani ko'paytiramiz. Endi mana Corona Sky'ga bosib turib, mana bu yerda galочка qo'yishingiz kerak. Shunda galочка qo'ysanglar, bizga osmonni ko'rsatib beradi. Bulutli qo'shib beradi. Buni biz visibility'ga qo'shamiz. Shunda bizga mana bu yerda отражение qilib beradi buni. Ko'rasizlar. HDRIdan farqi yo'q. Sifatli HDRIlardan. Buni yana qanaqa nastroykalar bor? Eng qizig'i bu yerda osmonni o'zingizga moslab surishingiz mumkin. Mana. Misol uchun 50 qilsa, mana bunaqa osmon. O'zingizga yoqqan holatini tanlab olasizlar. Положение, o'zingizga yoqqan положениясida 100 ming qilsanglar, уже boshqacha. Mana xolos har xil положениеda, har xil osmon, qancha kilometr seli shuncha boshqacha minus tarafga ham ishlayveradi. Xo'p, mana. Xolos shunaqa. O'zingizga kerakli osmonni ko'rinishini, o'zingizlarning eksterierga tushadigan osmonni ko'rinishini to'g'rilab olib, shundan HDRI qidirib o'tirmasdan internetda foydalanishingiz mumkin. Tak, bu videorok juda qisqa, kichkina. Buni Telegramga qo'yaman. Agar juda qo'ygim kelib ketsa, YouTube'ga ham qo'yarman. No, Telegramdagi подписчиklarimga уже как birinchilardan ko'rasizlar. Shundan Telegramga подписка qilib qo'yib, tanishlaringlarga ham Telegramga подписка qilishni maslahat beringlar. Ko'rganlar uchun rahmat, ko'rmaganlar o'zi biladi.